Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Xalqaro boks shon-shuhrat zalining 59 yoshli a'zosi super og'ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Mike Tyson irlandiyalik Conor McGregor haqida fikr bildirdi. Yaqinda boks afsonasi Irlandiyada ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni bilan uchrashgandi. U aql bovar qilmaydigan odam. Conor shunchaki ajoyib. Men bunday odamlarni juda kam uchratganman. Undan juda ko'p energiya chiqadi, deya Tysonning so'zlarini keltiradi Bloody Elbow portali. Irlandiyalikning 2021-yil iyul oyidan beri aralash kurashlar bo'yicha jang qilmagan. O'shanda UFC 264 turnirida u birinchi raundda texnik nokaut orqali, ya'ni oyoq jarohati bilan yengil vazn toifasida UFC vaqtinchalik chempionligini sobiq egasi amerikalik Dustin Poirierga yutqazgan edi. Uning professional rekordi jami 22 ta g'alaba va 6 ta mag'lubiyatdan iborat. Bu paytda bo'lsa Islam Makhachev ayni paytda UFC'ning eng zo'r jangchisi kim ekanligini aytdi. UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi chempioni Islam Makhachevdan ayni paytda UFC'dagi eng yaxshi jangchi kim ekanligi haqida so'rashdi. Hozirda UFC'dagi eng yaxshi jangchi kim? U esa shu yigit deb o'zini ko'rsatib javob berdi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Hozirda UFC'dagi eng zo'r jangchi kim? Islam Makhachevmi yoki Merab Dvalishvilimi? Merab Dvalishvili shaxsan men uchun bu yil, ya'ni UFC'ning eng zo'r jangchisi bo'ldi. Nima uchun? Chunki u bir yil davomida 4 bora kamarni muvaffaqiyatli himoya qildi, ammo 4-kamar himoya jangida rossiyalik Pyotr Yanga imkoniyatni boy berib qo'ygan bo'lsa-da, shaxsan men uchun do'stlar UFC'ning bu, ya'ni mana shu yilning eng zo'r jangchisi Islam Makhachev emas, aslida Merab Dvalishvili deb bilaman. Albatta do'stlar, sizda ham ushbu holat to'g'risida fikrlar bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aynan siz uchun hozirgi paytda eng zo'r UFC jangchisi kim? Merab Dvalishvili mag'lub bo'lgan bo'lsa ham men uchun eng yaxshi jangchi deb hisoblayman. Bu paytda bo'lsa asosiy xabar do'stlar, rasman Isroil Madrimovning navbatdagi raqibi, jang sanasi va manzili e'lon qilindi. Professional boksning super yarim o'rta vazn toifasida sobiq WBA chempioni Isroil Madrimovning keyingi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 2026-yilning 24-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 25-yanvar tongi Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahridagi Fontainebleau majmuasida tashkil etiladigan boks oqshomida ringga ko'tariladi. Madrimovga hamkorlik qiluvchi Matchroom Boxing promotorlik kompaniyasining xabar berishicha, bokschimizga o'sha kuni Dominikan Respublikasi vakili Luis David Salazar raqib bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, 30 yoshli Isroil Madrimov The Dream Madrimov faoliyati davomida 13 ta jang o'tkazib, 10 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. U oxirgi jangini joriy yil fevral oyida amerikalik Virgil Ortizga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra imkoniyatni boy bergandi. 32 yashar David Salazar hisobida esa 20 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor. Qadrli do'stlar, albatta bu hamyurtimiz Isroil Madrimov uchun juda ham jiddiy raqib. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Isroil Madrimovni qo'llab-quvvatlagan holda va omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Isroil Madrimov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va albatta Amerikaga borganda hamyurtimiz chiroyli g'alabalar ko'rsatib, O'zbekistonga qaytishini tilab qolamiz va hamyurtimizning mana shu jangi navbatdagi kamar uchun bo'lishi mumkin. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.